bo'layotganini tushunmagan. U balki odamlar ichidagi energiyani chiqarib tashlasa hammasi o'tib ketar deb o'ylagan va baraban ovozi voqea joyiga musiqachilarni chaqirgan. А что, так можно было, что ли? Tasavvur qilyapsizmi? Odamlar raqsdan o'zini to'xtata olmay turgan bir paytda hukumat ularga musiqa chalib bergan. Buning oqibatida vaziyat yanada og'irlashib, odamlar hushidan ketishni boshlagan. Xullas, ko'plar yuragi to'xtab vafot etgan. Ammo hozirgi kunga qadar hech kim bu voqeaning asl sababini bilmaydi. Tarixshunoslar esa bu kuchli stress paytidagi ommaviy psixoz bo'lgan deb taxmin qilishadi. Shunga o'xshash voqea yaqin tarixda ham sodir bo'lgan. 1962-yilda hozirgi Tanzaniya hududida joylashgan qizlar internat maktabida sinfda o'tirgan ayrim o'quvchi qizlar birdaniga kulishni boshlashadi. Asta-sekin boshqa o'quvchi qizlar ham ularga qo'shilib kulishadi. Avvaliga bu oddiy hazil uchun kulgudek ko'rinadi, ammo bora-bora sinfdagi hamma to'xtovsiz kulishni boshlaydi. O'qituvchilar tartibni tiklashga harakat qilishadi, lekin vaziyat nazoratdan chiqib bo'lgan edi. Kulgu vabosi boshqa sinf xonalariga ham yuqa boshlaydi. Kimdir soatlab kulsa, kimdir umuman to'xtamas edi. Vaqt o'tishi bilan butun maktab boshqarib bo'lmas holatga kelib qoladi. Qizlar qichqirib, yig'lab, dodlab kulishda davom etishadi. Ko'plar qorinda kuchli og'riq, hushsizlanish, stress, vahimadan yiqilishadi. Maktab ma'muriyati esa darslarni to'xtatib, o'quvchilarni uyiga jo'natib yuboradi. Ammo bu g'alati vabo o'quvchi qizlar bilan birga boshqa qishloqlarga ham tarqab ketadi. Ayrim manbalarda minglab inson to'xtovsiz kulgudan aziyat chekkani aytiladi. Keyinchalik olimlar bu voqeani o'rganib shunday xulosa berishgan. Unga ko'ra bu ommaviy psixologik isteriya bo'lib, uning kelib chiqishiga o'sha davrdagi mamlakatdagi katta o'zgarishlar sabab bo'lgan deyiladi. Odamlar stress, qo'rquv, bosim ostida bo'lishgan va inson miyasi bu jarayonlarga juda g'alati tarzda javob qaytargan. Do'stlar, umid qilamanki, bugungi videoyimiz ham sizga yoqdi. Agar siz undan biror bir yangi ma'lumot olgan bo'lsangiz yoki ozgina bo'lsa ham kayfiyatingiz ko'tarilishiga sabab bo'lgan bo'lsa, videoga like bosish, izoh yozish orqali buni bildiring. Agar loyihamizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, doimgidek ekraningizdagi karta raqamlariga istalgan summani donat qilishingiz mumkin. Men esa sizlarni keyingi videoda kutaman. Aytgancha. Xabaringlar bo'lsa kerak, biz 100 mingdan oshganimiz uchun maxsus tugmacha ham keldi. Buning uchun sizlarga yana bir bora alohida rahmat aytaman. Xullas, omon bo'linglar.